bu rivoyat erksevar qalblarga baxsh etar hayrat. Kir ismli dunyoni zabt etgan podshoh To'maris qalbiga yo'l topmas biroq. Massaget qavmidan bo'lgan bu ayol shoh Kirning aqlini qilgani jalol, ul zotning in'omin qildida inkor, bo'laylik dedi u do'st ila hamkor. Bahor fasli edi, xalq edi shodon, kelajak balodan qilmasdi gumon. Navro'zni nishonlar ulus ushbu kun, yosh qari hayotdan edi ko'p mamnun. Olamga taralar sho'xchan kulgular, qalblarda barg yozar ezgu orzular. Lek hushyor baliqchi xuddi shu damda To'maris qoshiga shoshar alamda. Bir yil burun yorsiz qolgan malika sodiq edi uni sevgan xalqiga. Quyosh ma'budiga sig'inardi u, bo'lsin deya massagetlar ozod hur. Malika sajdaga boshini egar, shu onda aytishar unga shum xabar. Nahot urush bo'lsa, ey qodir hayot, nahotki ko'klarga o'rlasa faryod. Ey forslar podshohi, shuhrating kammi? Nahot mahv qilmoqchi bo'lsang olamni? Odamlar qonini to'kmoqqa axir, nechun jazmaylading forslar shohi Kir? Vale bu nidoni pisand etmay shoh, qahr ila amr etdi, jang boshlang shu choq. Qadimiy udum bu, Massaget o'g'lon olis safar oldi tishlar kulchanon. O'g'lonlar non tishlar bir tishlam, ammo uning zamirida bir olam ma'no. Xavotir domida qoldi To'maris, axir jangga kirar o'g'li Sparangiz. To'maris kelini nochor shu damda yorini kuzatdi qayg'u alamda. Massaget yurtiga ayni tong chog'i yurishin boshladi beshafqat yog'iy. O yig'la, faryod qil go'zal To'maris, g'animlar qo'liga tushmish Sparangiz. Qonxo'r Kir qalbida kezar mudhish his, endi boshini egar qaysar To'maris. Lek bukolmas botir boshini g'anim, Sparangiz hech qachon sotmas vatanim. Beadad g'am alam ila To'maris deya oldi faqat o'g'lim Sparangiz. Massagetlar yurti g'am ichra shu kun, malika dardidan oh chekdi mahzun. Yurt ahli alamda nolon to'lg'andi, sho'rlik ona tosh ma'budga yuzlandi. O muqaddas Mitra, qo'llagil haqni, o'zing asragil erksevar xalqni. Ey xalqim, gar ozod bo'lmoq istasang, tezroq otlan, seni kutar ulug' jang. Muzaffar bo'lmoqlik o'quv yoy ila mushkul, ishlatmoq kerak edi hiyla. Yovuz Kir qo'shini yana ot soldi, lekin massagetlar ko'zdan yo'qoldi. G'animlar bu holdan bo'lgancha hayron, kimsasiz sahroda boqar to'rt tomon. Massagetlar qani, ko'rinmas nechun, kimsasiz sahroda hech zot yo'q, beun.
forsiylar adashar, hollari xarob, ularga ko'rinar go'yoki sarob. Tomariz qo'shini ko'rinardi goh, shu taxlid ko'zlardan yo'qolar nogoh. Shoh Kirning boshidan uchadi hushi, tugab borar edi lashkarim kuchi. Nihoyat bir kuni tong otganida massagetlar turdi forslar qarshida. Ko'z o'ngida paydo bo'lgan manzara qonsiragan shohni soldi larzaga. Tongi shafaq uzra turar qilt etmay, Tomariz qo'shini jangga bo'lib shay. Banogoh raqiblar jangga tashlandi. Janggohda beadad qirg'in boshlandi. Garchi fors lashkari bo'lsa-da ko'proq, holdan toygan edi bu qo'shin mutloq. Yurt uchun, erk uchun ayollar hatto tayyorlar jonini qilmoqqa fido. Haqsizlik otiga minganlar uchun o'zga bir mamlakat erur misli tun. Lek yurtun asrashga otlangan o'g'lon janggohda muzaffar bo'lar begumon. Shu on midra qo'lladi yovuz xaqon, nayzaning zarbidan taslim qildi jon. Tomariz qilichin o'ynatgan zamon, g'animlar qo'rquvda qochdilar har yon. Tomariz haqidagi ushbu rivoyat xayrli so'ngiga yetdi nihoyat. Mana 26 asr bu doston tildan tilga ko'chib keladi hamon. Yaxshilar, tutingiz yodda bir umr, alqissa rivoyat mag'zi shu erur. Behuda to'kilgan har bir qatra qon xunun talab qilar bir kun begumon.